Akalar tilab olib qo'yamiz, xudo xolasa. Bunga qilingan ishlar cho'g'il poli, shum izolyatsiya, pataloylarni o'raytirib berganmiz, ashpkalarni tishmachokli qilib. Yo'llar yo'li cho'g'il tikib berganmiz, polilarni solib berganmiz. Ishlarni shunchalarni qilib berganmiz. Kobalt topib qoldik, xudo xolasa 3-4 kun bo'lib qoldi. Bitta kobaltimiz ham egalariga topshiramiz hozir. Kobaltimizga qilingan ishlardan puli shumka bo'ldi. Pul variantda. Xudo xolasa bekam ko'z tipini salon bo'ldi. Pataloylarni alkantara qilib berganmiz. Evakorlardan solib, barlargacha pulni qoplab berganmiz. Tashkalari yopishtirilgan. Orqa tomonlari Toshkent chakkalarimiz mashinasi bo'ladi. O'tiridorlarga jiguli majarkalar qo'yib berganmiz yumshoqini. Ancha komfort holatda bo'lgan. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Joyimiz Vatstroyda. Mor restoranidan kiraverishda Vatstroy ichida, masjid ketmasdan chap qo'lda. Cho'g'il poli. Hamma go'zal chiqdi, go'zal. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.